Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abror aka. Hozir sizga 2 marta mashg'ul bosib yubordim, yana qaytadan qilyapsiz. Tinchlikmi? Gapim bor edi-da aka. Bizni qildimmi? Odob, axloq degan narsa bor. Gapim bor deb zaynit qilsa ham qilavermaydi-yu. Darsdaman men hozir. Darsdami deysiz? Zo'rlaysan, aka, men endi olmayapman. Qilaverdim-da. Kimsiz siz? Men Sayfiddinman, aka. Nima degan u Sayfiddin? Qanaqa Sayfiddin siz? Kimsiz deyapsiz? Nima so'rayapsizmi? Qayerdan oldingiz telefonimni? Kimsiz? Nimaga uchun telefon qilyapsiz? Jonli efirdasiz hozir. Qo'ygan narsalarim bor edi, so'ramoqchi edim. Tabriklasa, xo'p deb qo'yaveradi sizni. Nasroniylar tabriklasa, xo'p deb qo'yaverasiz. Nasroniymisiz siz? Yo'q, alhamdulillah musulmonman. Nimaga nasroniylar haqida aytilgan gapni o'zingizga olyapsiz? Nasroniylar uchunman odamlarning boshini anab qo'yapsiz-da, do'tiratyapsiz. Siz dovdiraveradi. Qolganlar to'g'ri tushunyapti. Endi hozirgi paytda qoraka hamma do'dir bo'lib qolganda, sizga og'zingizga qarab turibdi hamma. Shunaqa deyapsiz. Dovdir hammani dovdir deb o'ylaydi. Hamma dovdir emas. Hamma dovdir emas. Nima deganimiz? Hamma dovdir deb o'ylaydi, o'zingiz dovdir deyapsiz o'shanda. Siz aytyapsizki, hamma dovdir bo'lib qolgan deyapsiz-ku. Hamma hozir dovdirga botib ketganmiz. Biz o'zimizdan zo'rmi farishtaga yaqinlashib qoldik demaymiz, qoraka. Siz kimsiz? Shariatni bilasizmi? Men aytgan gapga nimaga e'tiroz qildiryapsiz? Qayerdaman sizni yangilva? Sizni qoraka qayerda kafedami, qayerdadir o'tirib olib, tabriklab qo'ydi. Aro bo'lmasa kutsa ham bo'laveradi debsiz, qoraka. Qayerda shunaqa dedi? Menga ko'rsating shu jumlani. O'sha videosini ko'rdim-da, shuncha qolma. Sizga aytyapman. Muxtor Ali darsliklari degan joyda ko'rdim, qoraka. Sizga aytyapman, o'zingizni dovdir deyapsiz. Eshitgan gapingizni dovdirchi tushunib olgansiz. Endi dovdirchi tushunganingizga men javobgar emasman-ku. Shunaqa degansiz-ku, qoraka. Nima deganman? Tabriklasa, hozir qo'yinglar, nasroniylar degansiz, to'g'rimi? Endi dovdir hozir bitta emas-da, aka. Hamma dovdir bo'lib qolgan. Siz ham dovdirsiz, dovdirab gapirgandasiz balkim o'sha joyda. Men dovdir bo'lsam. Sizni po'stda, qoraka, ta'minotdingiz bo'lsiz, qilgan yo'q bo'lsa, qoraka, mana shunaqa gap gapiribsiz-da. Do'st, odamlar noto'g'ri tushunib qolmasin. Temur yengil arafasi yaqinlashyapti, hamma shunaqa aroq bo'lar ekan degan anaqa bilan chiqib kelmasin ertaga deyapman-da. Odamlar boshi aynib ketdi-ku. Imom Buxoriyni taniysizmi? Alhamdulillah taniymiz, zo'r odam bu gap. Fiqhul At-Tarixul Kabir degan kitobi bor, o'qiganmisiz? O'qimaganman, lekin hadislarimni ko'pida Imom Buxoriy kelaveradi. Demak, Imom Buxoriy yaxshi inson bo'lganini bilaman. Xo'p, Imom Buxoriy Tarixul Kabirda aytayaptiki, Ali radhiyallohu anhuni oldilariga to'g'rimi demak? Hadis Imom Buxoriyning kitoblarida kelyapti, Tarixul Kabirda. Zaif hadismi, sahih hadismi? Hozir yaxshi deb turuvdingiz u kishini. Birdan o'zgarib qoldingiz-a? Tinchlikmi? Yoqmay qoldimi sizga? Zaif hadis qachon rivoyat qilmaganda yoki? Imom Buxoriyning rivoyatini aytayapman sizga. Qanaqa rivoyat bor? Imom Buxoriydan? Imom Buxoriyni aytayapman, rivoyatini eshitmayapsiz-ku. Eshitaman, u endi Nevruz to'g'risida hozir aytib bersangiz, lekin eshitib kelmaydi-da uni, qorakajon. Sizga yoqmagani uchunmi? Menga yoqmagani uchunmi? Siz odamlarga yo'l topib beryapsiz, hozir o'sha narsani aytasiz. Men emas, Buxoriyda. Men yengil kufriyman, tarafdori ham emasman. Men siz bilan bahslashishni deb o'qimadim. Nima uchun qildingiz? Maqsad nima o'zi? Maqsad bormi? Maqsad sizga o'xshagan dovdirlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish. Qanaqa qilib ko'rsatasiz menga to'g'ri yo'l? Endi dovdirlarga ko'rsatish iloji yo'qligini bilaman, lekin baribir hujjat qoyim qilish kerak. Hozir ko'rsatish kerakki, orqasidan yo'q, men ko'rsata olmayman. Yo'q, men ko'rsataman, siz ko'ra olmayapsiz. Mana Buxoriydan rivoyat aytayapman. Buxoriydan rivoyat aytayapman sizga, aylantirmayapman. Buxoriydan rivoyat nima rivoyat bor Buxoriydan? Buxoriy kim? Sahobami Buxoriy? Kim Buxoriy? Mashaalloh. Buxoriy sizga siz hozir roviyga tuhmat qilib qo'yishingiz mumkin, ertaga qiyomatda javob bera olmasangiz-chi, Imom Buxoriyni mashhur gapi. Yaxshi. Sayfiddin, sizni jonli efirda hamma eshitib turibdi. Bugun
takka qilasiz qora aka. Mendan so'ramadingiz biroq. Yo'q. Men ovozing yozsam demadingiz qora aka. Men yozib olmayapman, jonli efirda o'tirgan edim. Gapirmayapman, misol siz odamlarning boshini aylatyapsiz. To'g'risiz, qora aka, ertaga Allohning oldida to'g'ri balkim siz haq qilibsiz. Siz to'g'ri yo'llardirsiz, qolgan hamma adashgandir, balki. Alloh biladi uni ham. To'g'rimi? Endi nima qilamiz endi? Dalillaringiz yomon kuchli ekan, oldida dovdirab qo'yapman men ham. O'zi dovdirlik kasalligidir, menga yuqtiryapsiz siz ham. Okey. Dovdirlik yuqumli kasallikda. O'zi siz bilan gaplashib o'tirganimga rahmat aytishingiz kerak. Bu yerda hozir rahmat, boringiz telefonni ko'targaningizga rahmat. Iqtidorli ulamolar bilan gaplashib o'tirgan edik. Bugungi zamonamizning eng peshvo ulamolari bilan. Yoningizdagi Shayxul Akbarlardan so'rang, bo'lmasam nima deb so'ray? Yangi yil to'g'risida nima deysizlar, deyincha nima deyishardi? Yangi yil harommi kutish yo halolmi? Xo'p. Yangi yil halolmi, harommi? Xo'p. Yangi yil agar diniy bayram bo'lsa harom. Diniy bayram emas-ku. Diniy bayram bo'lmasa nimaga harom? Bayram emas-ku, kofirlar bayrami-yu. Ya'ni to'g'rimi? Ya'ni g'ayri din, bizani islom dinida emas, tamom kofir hisoblanadimi? Mustaqillik ham islom dinining bayrami emas? Kofir bo'ladimi? Mustaqillik to'g'risida ketmayapti hozir aka. Yo'q, bayram haqida ketyapti-da. Yangi yil to'g'risida ketyapti, yangi yilga javob bering, keyin o'tamiz mustaqillikka ham, Navro'zga ham. Mana javob bering. Masjidga ham xohlasangiz, bu bo'yiga o'tamiz. Siz Navro'zga, siz yangi yilga javob bering, qora aka. Bo'pti, javob beryapman, eshitmayapsiz. Musulmonlarning, mo'minlarning bayramimi? Yo'q. Bayram bo'lsa qo'shib qo'yaylik. Yo'q, musulmonlarning bayrami emas. Bo'lsa yo'q deng, takka, shunda tikka gapiring, qora aka, sizni orqangizda 1 milliard odam to'playdi. Kerak bo'lsa sizni gapingiz uchun bitta, "Voy" deyishingiz uchun biz chiqamiz, aka, siz uchun. Ya siz chiqmang. Siz chiqmang, parod qilasiz. Ishonavering. Siz dushmanga sotilib ketasiz. Orqamizdan pichoq urasiz. Sizga gapiring, qora aka, sizni hamma yaxshi ko'rib qolsa, faqat o'zingizni muxlislaringiz bilan anaqa qolmaydi. Chetdan ham muxlis topaylik-da. Siz kimsiz menga aql o'rgatadigan? Kimsiz siz? Aql faqat siz o'rgatishingiz kerak. Men aql o'rgatmayapman. Sizga dalil aytaman dedim. Harakat. Hech ham sizga o'xshagan dovdirdan olinmaydi. Sizga o'xshagan dovdirlardan, sizga o'xshagan axloqsizlardan, sizga o'xshagan shariatni bilmaydi-yu, shariatdan sakraydigan bemustahab nimani bilasiz? Buxoriydan hadis eshitganingiz yo'q. Buxoriyni zo'r dedingiz. 1 minut o'tmasdan sizga qarshi 1 minut o'tmasdan sizga qarshi dalil chiqib qolsa, Buxoriy kim deb tashlayapsiz? Imom Buxoriy menga qarshi emas, siz Ali roziyallohu anhudan deyapsiz, Imom Buxoriyni kirayna qilib qo'yadi. Kirayna qilayotganim yo'q, dalil aytyapman. Yahudiylarning tabiati bor sizda. Nima? Abdulaziz domla aytgan dalilmi? Xayr kuningiz Navro'z bo'lsin degan. U dalil Abdulaziz domlaning dalili emas, Imom Buxoriyning dalili. Xo'p, Imom Buxoriyning dalili bo'lsa, Imom Buxoriy Navro'zni u payt Navro'z bo'lmagan, Navro'z o'zi ana Mo'ronning akhir paytda otashparast bo'lgan bizani o'zimizdan. Kim aytdi u paytda Navro'z bo'lmagan deb? Payg'ambarimiz davrida Navro'z bo'lgan. Payg'ambarimiz Navro'z kutmaganlar, nima deb tashlayapti? Kim aytdi kutgan deb? Bo'lgan deyapman men. Kutmaganlarmi? Yo'q, kutmagan haqida emas. Kutmagan bo'lsa bu temani yoping, bo'ldi. Bu temaga javob bera olmadingiz. Tamom. Siz gapingiz bilan gaplashyapmiz hozir. Sizni gapingizdan ushyapman. Meni gapim ushlasangiz, men indayman. Men noto'g'ri gapirdim, tan olaman. Hamma ko'rib turibdi, kim qanaqa gapirayotganini. Hamma ko'rib turibdi-ku, Alloh ko'rib turibdi-yu. Alloh ko'rib turganini biladi hamma. Yo'q, siz qarang-da hozir. Yangi yil haromligini shuna gapiring, yangi yil kutmalaring. Odamlarning ilmi past, ongi past, nimasi qilyapti? Masjidga chiqsa u deyapti, uyga kirsa bu deyapti, televizor qo'ysa bu deyapti. Nima qilsin? Odamlar tarqab ketdi. Sizni ilmingiz bormi, yo'qmi? Bor, alhamdulillah, bor. Nima o'qigansiz? Qur'ondan qancha yodlagansiz? Qur'ondan 2 bor yodlaganman. Qaysi tomondan? Pastdan, tepadan? Pastdan, tepadan yodlamaganman. Xo'p, Toriq surasini o'qib beringchi 2 oyatini. Auzu bismillah bilan. O'qiymiz. O'qing. Qaysi surani? Toriq. Toriq. Aha. 2 oyatmi? Aha. Bo'ldi. O'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Auzu bilan o'qing. Ha? A'udhu bilan o'qing. Hop bo'ladi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. Endi ma'nosini ayting Toriqni. Ya, siz menga o'qib berdingiz, o'qib berdim. Ikkinchisi ma'nosini ayting endi. Toriqni ma'nosini ayting. Bizga yetishga hali bor. Unda yangi yil haqida gapirishga ham sizga hali bor. Hali bor. Tafsirlik o'zish uchun qoragaladan ruxsat olishimiz kerak. Tafsirlik qilish uchun. Din haqida gapirishga ham mutlaqo haqqingiz yo'q sizni. Nega? Bunda din ketmayapti, bunda shariat masala ketyapti. Haq, nohaq. O'sha haq nohaqni bitta suradagi bitta oyatni bilmaysiz. Bazı yangi bo'yicha qildi, qo'yga boshqa joyga o'tib ketamiz, Qur'on so'rayapmiz, hamma narsani so'raymiz, hammasidan hozir yaxshi bo'lib chiqadi. Nima topamiz keyin? Chiqmayapti-ku Sayfuddin, chiqmayapti-ku birorta. O'qib berdingiz, lekin ma'nosini bilmayapsiz-ku. Men nimaga so'radim buni? Eshiting gapni. Men sizga oxirgi xulosani aytaman, darsda o'tiribmiz. Sizga vaqt ajratdik hozir. Dars siz ham darssizda boshqa odamlarga. Ibrat. Siz balki emas, aniq siz hech narsa bilmaysiz. Siz qo'ying, siz tuhmat qilyapsiz menga. Men o'sha suhbatda aytdim. Tuhmat qilyapsiz. Ya eshitganni gapiravergan yolg'onchilikka kifoya degan hadis bor. Eshitganni gapiravermaydi musulmon odam. Qaytadan eshiting boring. Qaytadan borib eshiting. Men aytdim, yangi yil musulmonlarning bayrami emas. Musulmonlarda 2 dona bayram bor. Gapni eshitish bilasizmi yo'qmi? Musulmonlarda 2 dona bayram bor. Musulmonlarda 2 dona bayram bor. Eid bayrami, Ramazon bayrami. Lekin musulmonlar inkor qilmaydigan boshqa ijtimoiy masalalarda bayramlar bor. O'sha bayramlar Abror Muxtor Aliyning gapi emas. Butun dunyo musulmon ulamolari gapiradi. Mustaqillik bayrami bor, misol uchun o'qituvchilar bayrami bor. Mutlaq ijtimoiy millatga aloqador bo'lgan bayramlar bor. Buni musulmonlar nishonlasa savob bo'ladi demaydi birortasi. Nishonlasa nishonlayversin deydi. Nishonlamagan nishonlamay qo'yaveradi. Lekin diniy bayramlar bor. Rojdestvoga o'xshagan yoki aniq dinni bildiradigan. Uni nishonlasa bo'lmaydi musulmonlarga, joiz emas. Endi bir-birini tabriklash, bir-biriga mukofot berish. Oysha onamizdan rivoyat bor. Oysha onamizdan sahobiy jalil, ummul mu'minin bizga Navro'z kunida, Mehrijon kunida sovg'a qilishadi, nima qilaylik ona deb kelgan ayollar. Aytganlarki, fokiha bo'lsa yeyverlaring, go'sht bo'lsa yemalaring deganlar. Yana bir qancha rivoyatlar bor. Imom Malikdan rivoyat bor, Imom Buxoriydan Tarixul Kabirda rivoyat bor. Yana qaytadan shuni aytib beryapman, siz shuni ichida harom demading deyapsiz. Siz bizni boshqarasizmi? Sizga quloq solib sizda aytgan gapni gapiraylikmi? Sizga o'xshab qolaylikmi? Biz Allohga hamd aytamizki, sizga o'xshab qolmaganmiz. Sizga o'xshagan dovdirmasmizki, biz shunaqa gapiryapmiz. Bizni gapimizni tushunmasa, ayb sizda bo'ladi. Axloqingiz yo'q, tarbiyangiz yo'q, musulmon tabiatingiz bulg'angan. Telefon qilyapsiz, zaynat qilsam menga telefon qilyapsiz, zaynat qilsam telefon qilyapsiz. Axloqingiz buzuq, odobingiz yo'q. Shariatdan gapirishga sizga kim qo'yibdi? Borib dam oling endi. Shariatdan gapirib. Xo'p, sizlardan uzr so'rayman, ozgina interaktiv suhbat o'rniga keldi. Ya'ni o'rniga tushgancha gapirdik. Dalil shunaqa mana. Ahli sunna val jamoaning dalil strukturasida demak sanad eng ahamiyatli narsa hisoblanadi. Sanad bo'lmasa, kimdan gapirayotganingizni bilmasa, xohlaganini gapirishni boshlayveradi. U odamlarni xohlaganiga qo'yib bersangiz, mana shunga o'xshagan bo'ladi. San deydi, mana bu narsani harom deb ber menga deydi. Men haromligini aniq kategoriyasini aytayapman. Harom qachon harom bo'ladi? Shariatning asosiga suyansa harom bo'ladi. Lekin bir narsaga zonni dalil bilan harom deyishlikka Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Sen tiling bilan hada halalun va hada haromun deyverasanmi degan. Ha? Bu masalalarda Alloh subhanahu va taolo halol harom masalasini ummatning ixtiyoriga qo'ygani yo'q. Harom aniq. Al halal bayyin val harom bayyin dedilar. Demak, hujjatni, dalilini to'g'ri kategoriyasi ahli sunnada.
boshqa toifalar o'zlari xohlagan narsani qo'liga kiritish uchun shariatdan foydalangan. Bitta misol, jonli misol. O'zini aytib turibdi, dovdirman deyapti. Mendan eshitgan suhbatni o'ziga yoqmagan joyini olgan, bu yog'ini eshitmagan. Men jumlani boshida hammasini aytganman. Tahlil qilishga malakasi ham yo'q. Malaka ham yo'q, tushuncha ham yo'q. Faqat bu xohlaydiki, siz deydi, men aytgan gapni gapirib berishingiz kerak. Unda shariat qayerda qoladi? Men sana aytgan gapni gapirib bersam, unda shariat san bo'lib qolasan-ku. Qur'oni Karimda fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun qayerda qoladi? Qur'onning oyati qayerda qoladi? Sen bilmaysan. Qur'ondan qancha yodlagansan? 2 pora. O'qib ber va samai va tariq. Tariq nima bilmayman. O'qib berdim-ku. Lekin shariatdan men aytgan gapga gapirib berishingiz kerak. Ahli bid'atning boshlanish qadami shu. Ahli bid'at shundan boshlaydi. Mana shu manhalaning boshi shu. Dalil, istidlol malakasi yo'q. O'zida imkoniyat tahlil qilish tushunchasi yo'q, lekin da'vo sizga aytadiki, sen deydi noto'g'ri aytyapsan, sen haqni gapirmayapsan deydi. Haqni gapirishing kerak. Qayoqqa o'xshayapti bu? O'sha payg'ambar alayhissalatu vassalomga kelib, sen adolat qilmayapsan sen. Konkret adolat qilgin degan Zulhuvaysiriylarning